Bolajonlarimga xat. Ikkinchi qism. Ana-mana deguncha 4-oy ham keldi. 3 oy davomida olgan tinmay gormon dorilarim sabab boshim juda ham qattiq og'rirdi. Lekin bu dorilarni hammasi siz bolajonlarim bizdan ketib qolmasligingiz uchun kerak edi. Bir gap aytaymi? 4-oy eng tinch o'tgan oy bo'ldi. Keyin esa bizda faqat Zayn, san bir o'zing emas, Zaki bilan birga ekanliklaringni bildik. Hamma hayron, hattoki 35 yillik tajribasi bor doktorimiz ham. Chunki sizlar Xudoyimning bizga bergan mo'jizasisiz. Xavotir olib yuruvdik, bugun 2ta deyishdi. Juda ham boshqacha bo'lib ketyapman. Quvonchli xabar eshitganimizdan keyin xavotirli xabarni ham eshitdik. Analizlarimizni ko'rgan akusher-ginekologim Zakida Down sindromi bor deb tashxis qo'ydi. 2 marta analiz topshirdim. 3-chisida esa kindigimdan suv olish kerakligini aytishdi. O'sha paytda dugonam Robiya va o'g'li Umarchikni esladik. Va sizlarning hayotingizga xavf tug'diradigan tekshiruvdan voz kechdik. Sababi men ham, dadang ham sizlarni hali ko'rmagan bo'lsak ham, boringlarcha yaxshi ko'rib bo'lgandik.